mana shu bolasini urayotgan kelinlarni qaynonalar hushyor bo'lishi kerak. Nimaga bu bolasini shunchalar qattiq uryapti, nimaga deb bilish kerak. Yoshlikda qiziqqonlik bor, emotsiyalarga, his-hayajon berilish bor. Hali toqatlarsiz darajangizda emas. Ularda mumkin shunaqa xatolar qilish. Shunda urishib nega bolani baqirasiz, nega unaqa qilasiz, siz falonsiz piston degan ayblov qo'ymasdan joyini topib, sakinat holatda chaqirib, bir beli, mayli orqasini silab, yaxshi gapirib, avvalo unga rag'bat etib, mana shu odatingiz yaxshi-da bolam, men xursand bo'laman. Ana kuni to'g'ri ish qildingiz-da, men juda xursand bo'lib ketdim, qo'ynim yorishib ketdi, deb keyin bolam, nima bo'ldi? Nega boladan? Bola ojiz-ku, bola zaif-ku. Nimadan norozi bo'lasiz? Kim? O'g'lim xafa qilyaptimi yo mendan xafamisiz? Aytavering bolam, onangizman endi deb sekin so'rab olsa bo'ladi. Chunki yana aytaman, baribir kelinlar yosh, ular bolamiz oldiga kelgan bolamiz. Ular xato qilishi normal, bizda ham